O'rtoqlik kechqurun shu bo'lgan kvartiramizga yana bir marta keldim. Kunduz kuni kechqurun video olganim uchun o'xshamabdi. O'sha 55 minglik 70 kvadratli uyimizga. Mana korzinka men boshqatdan ko'rsataman. Bu yoqda korzinka, bu yoqda stроительный yo'l naryoqda qurish bozori. Naryoqda bo'lsa Qo'yliq kiyim bozori joylashgan. Mana ostanovka o'rtoqlik ko'ryapsizlar. Lokatsiyaga gap yo'q. Mana shu 12 qavatli domda joylashgan. Naryoqda bo'lsa kompleks bor, Qo'yliq metrosi ham bir qadam. Xullas zo'r, o'rtoqlar narxi 3 xona 70 kvadrat 55 ming. Agar o'zingiz yashamoqchi bo'lsangiz shoshiling. Endi hozir uyni, mahallani ko'rsataman. Faqat biz remont o'rtoqlar, biz remont holiga ham vashcha narxi zo'r degani bu. Mana mahalla o'rtoqlar, mana bolalar o'ynaydigan maydonchalari. Mana bu yoqlar. Mana shu 12 etajli domlar. 4-qavatda joylashgan. Mana o'rtoqlar 4-etajga chiqdim. Mana uyga kirib kelman. Uyimiz biz remont holatda. Mana qaranglar, katta ishxona bor. Bu yerda mana alohida tualet xona, bu yerda alohida yuvinish xonasi. Hozir endi birinchi xonadan boshlaymiz mana. Oshxonani qaranglar, kattaligini. Vashcha katta. O'rtoqlar, bu yerda elektr plita, gaz emas. Bu elektr plita bo'lgani hisobiga elektrga 50% to'lanadi. Masalan, 600 so'm to'layotgan bo'lsa, bu yerda bo'lsa 300 so'mdan to'lanadi. Xonalari katta-katta, bu 3 xona 70 kvadrat. Bu 5 xonaga o'xshaydi o'zi. Mana o'rtoqlar, hozir svet yoqamiz. Bu zal. Bu yerda ham oyna bor. Bu yerda balkon bor. Mana balkon. Naryoqda ham balkoni bor. Keyingi xonalar. Mana bu yerda kattagina bitta xonamiz. Mana o'rtoqlar. Mana Qo'yliq bozor, shunday kiyim bozor ko'rinib turibdi. Vashcha zo'r, yonida metro bu yoqda kompleks bor. Endi bu oxirgi xonamiz. Mana o'rtoqlar. Bu oxirgi xona. Bu yerda hozir yashaydi odamlar, arendaga turishadi. O'rtoqlar, xullas shoshasizlar, narxi 55 mingga berib olamiz. Oxirgi narxi bu. 3 xona 4-etaj 12 qavatli dom.